Assalomu alaykum, hurmatli Narx Navolar kanalimiz obunachilari, hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Surxondaryo viloyati Denov shahridan divizoklar, generatorlar narxlari bilan tanishib o'tamiz. Bu yerda mana eng kichkinadan tortib eng katta razmerdagi har xil quvvatdagi divizok, ya'ni generatorlar bor. Ham birinchi qo'l optim, ya'ni o'zlari olib kirishadi. Bezuk varianti kerakmi sizga yoki unaqa salarkalik, benzinlik, to'yxonaga kerakmi yoki kichkina xonadon uchun, hamma variantidan bor. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov shahar, Sovetskidan kirib kelinadi. Mana to'g'rimizda Tarabaza joylashgan. Tarabazaning ro'parasidagi mana Inko do'kondan ko'rsatib o'tamiz. Mana 3 qavatli Mebel City deb yozilgan mana 3 qavatli binoni birinchi qavatida joylashgan. Telefon raqamlari bor, WhatsApp, Telegramlar bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari ham mavjud. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek juda ko'p mahsulotlar bor. Hozir aynan divizoklar, ya'ni generatorlarda narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum qadrli mijozlarimiz. Biz xalqimiz bo'lsin. Eng oxirgi usullardagi eng sifatli mahsulotlarni mijozlarimiz ulashamiz. Hozir birinchida ko'rsatadiganimiz inverterli generatorlar hisoblanadi. Inverter degani ichi platalik, bilasizlar. Doshi past divizoklar bo'ladi. Eko rejimda xonadonlarga, domlarga ishlatsa bo'ladi. Hozir eng hadoy variantlari bir boshdan men sizlarga chiroyli video obzorini qilib beramiz. Hozir ko'rsatadigan mana Hydrox brendiniki 5 kilo toza tok chiqarib beradigan inverterli generator. Buni funksiyalarini tushuntirib beraman. Bu start stoplik bilan o'talishlari, kalitni start stop bilan bossangiz o'taladigan bo'ladi. Bunda ikki xil rejim bor. Eko rejimi 1 kilovatgacha eko rejimni ishlasangiz bo'ladi. Bu degani uyga osvejeniya yoki katyolingiz bo'ladigan bo'lsa, yarim kechasi faqat katyollar yoqib turamiz. Eko rejim qo'yib qo'ysiz, 1 soatiga yarim litr bilan bemalol kechasini o'tkazsangiz bo'ladi. Faqat katyol, osvejeniya anaqalar uchun, asosiy jihozlar uchun 1 kilovatdan ziyod bo'ladigan bo'lsa, bu rejimga qo'yadigan bo'lsangiz, bemalol 5 kilovatgacha tok olsangiz bo'ladi. Ham doshlari juda past bo'ladi. Prekurtilda mana bu boy narsaga mana foydalansangiz bo'ladi yoki telefoningiz bo'lsa, bu yoqqa zaryadga qo'yish 12 volt tok chiqarib beradigan joylari bor. Mana ikkalasini esa 220 option 5 kilovatlik tok chiqarib olsangiz bo'ladi. Mana bu tomonda ko'rsatib qo'yapti. Keling ko'rsataylik. Kilogramm og'irligi 43 kilogramm. 5 kilovatgacha tok chiqarib beradi. Hydrox brendiniki. Narxiga keladigan bo'lsak, 7.200 ming so'mdan O'zbekiston bilan dastavkasiga chiqib beramiz. Hydrox o'talishlari mana bu o'ngga qo'yib qo'yasiz. Mana tortib o'taltirsangiz ham bo'ladi yoki start stopdan o'taltirsangiz bo'ladi. 7.200 ming, 4 ta balonchalik bo'ladi. Bemalol domlarning ichiga ham yoki podyezdlarga, balkoniga qo'yib domlarga ham ishlasangiz bo'ladi. Chunki domda hamma narsa yonma joyi kelsa, devorlar o'rtasini gipsakardon bilan bo'lib qo'ygan, xomsiyangizga xullas ziyon bermaysiz. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Chunki qish kuniga masalan hamsaga ziyon bermaydi, bola chaqani sog' qoldirish ham kerak emas. Xullas ehtiyojingiz uchun eng hadoy 5 kilovatlik xona harorati sharoitida ishlatsa, dom sharoitida ishlatsa bo'ladigan generator hisoblanadi. Narxi 7.200 ming so'mdan. Endi navbat atmotkalik nagursiga bosa-bos ishlarga mo'ljallangan Sanyo brendini 5.5 kilovatlik generator ham kelgan. Bular atmotkasi 100% mis bo'ladi. Balonchalik, akkumulyatorlar katta akkumulyator bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsak, narxini 6 million so'mdan qilib beramiz. Moy datchiklar bor. Moyni sifati ham o'zini-o'zi o'chiradigan funksiyasi bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsak, 6 million so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. 5.5 kilovatlik mis atmotka. Bu narsaga ahamiyat qilasiz. Hozir bozorda bitta narsa bo'lyapti. Alyumin atmotkalar bozorda narxni yerga urib tashagan. Joy keladi 700 ming, 800 minggacha rassiyasi bo'ladi, lekin hozir mana 5.5 kilovat bo'ladigan bo'lsa, alyumin atmotka 3 kilovat ham yoki 3.5 kilovat ham ko'tara olmaydi. Kuchi yetmaydi. Bo'g'ilib o'chib qoladi. Hammasi atmotka dalshi 5.5 kilovatmi, zo'ri qilsa ham 6 kilovatgacha nagruskangizz bemalol ko'tarib beradi. Sanyo bilasiz, original Honda motor hisoblanadi. Original mahsulotimiz. Narxi 6 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Hozir mana ko'rsatadiganimiz mis atmotkalik, balki 25 litrlik bo'ladi. Endi navbat kichiklardan yana kattalargacha ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana 37700 modelimiz, toza 3 kilovat beradigan Kovax buyurtmani benzinli kalitda o'taladigan divizok hisoblanadi. Akkumulyatorlik kalitda o'taladigan. Narxlarga keladigan bo'lsak, bizning filalarimizdan 3 million 200 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. 5500 modeli bor. 3.5 kilovatgacha tok chiqaradi. Balonchalik bo'ladi bular. Bunisi bez balon. Bu balonchalik bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsak 3.5 million so'mdan bizning filalarimizda xarid qilsangiz bo'ladi. Kovax 5500 da mis atmotkalik, bakiga 15 litr benzin ketadi. Soatiga maksimalli
3 kilo to'liq ishlatadigan bo'lsangiz, bemalol 1 litr xarajat bor. 3 kilo to'liq nagruska ishlatsangiz. Chunki bitta narsaga ahamiyat qilasiz, benzinlik dvijok har bir kilovatiga 300 grammdan xarajati bo'ladi. 300 grammdan. Solerka esa 180 grammdan har bir kilovatiga. Siz halosu o'zini o'taltirib qo'yadigan bo'lsangiz, halosu o'talib turishi 400 gramm. Halos tushni o'zini o'taltirib qo'ysa 1 soatga 400 gramm xarajat qiladi. Qo'shsangiz o'sha kilovatiga qarab yeb ketaveradi. Shuni tushuntirib o'taylik mijozlarimizga. Keyin Apollo firmamiz bor. Mana o'ziga ko'rsatadi 100% kopya, 100% mis atmotkalik, 9500 model, 3,5 kilovatgacha nagruskani bemalol ko'taradi. Ikkita joydan bemalol tok olsangiz bo'ladi. Tok necha keladiganini ko'rsatib turadi. Bunaqa narxlar keladigan bo'lsak, 3,200,000 so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. 8500 bor, 2,5 kilo toza tok chiqaradi. Ham startali bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsak, 2,900,000 so'mdan qilib beramiz. Bizon brendimiz bor. 2,800,000 so'mdan startlik modelini xarid qilsangiz bo'ladi. Apollolar 3 million so'mdan, mana 5500 mana balonchalik tayda terib qo'yganmiz. Xuddi mana boyna ko'rsatib o'tgan 5500 balonchalik varianti. Baloni bilan ko'rsatib o'tyapmiz. Endi navbat inverter so'raganlar uchun 1300 watt tok chiqaradigan xonaga bemalol oksigen uchun ishlatiladigan, mana kompyuterga yoki xonadonga faqatgina katyolimni miyasini yoqtirish kerak, отопленияni deydigan uchun mini dvijokchalarimiz ham bor. 1300 watt, 1200 toza tok beradi, mis atmotkalik. Narxi keladigan bo'lsak, 1,400,000 so'm, plus 5,5 kilovatligi bor. Bu ham inverterning eko rejimlari bor. 1 kilovatgacha eko rejim, undan keyin nagruska bilan qo'shiladi. Mana o'zi ham ko'rsatib qo'yapti, inverterning variant. Waxon firmaniki. Narxlar keladigan bo'lsak, narxlarni 7 million so'm qilib beramiz. 5,5 kilovatlik. Plus Qijima firmamiz 100% mis atmotkalik, 7,5 kilovatlik dvijok hisoblanadi. Narxi keladigan bo'lsak, bizning filiallarimizdan 6,900,000 so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. 7,5 kilovatlik original dvijok. Bunaqaroq menimcha bozorda deyarli faqat optimchalarda bo'lishi mumkin. Chunki hozir hamma sezon payti imkon qadar harakat qiladi. Biz imkon qadar o'zimiz bu narsalarni chetdan olib kirganimiz uchun qo'ldan kelgancha arzonlashtirib sotishga harakat qilyapmiz. Bo'lsa xalqimiz bilsin. Masalan, videomiz ko'rib kerakli ma'lumotlar olib, bizdan olmasangiz ham kerakli ma'lumot oladigan bo'lsangiz ham biz sizlardan juda xursand bo'lamiz. Chunki bir savob ish qilgan hisoblanib qolamiz. Endi navbat Waxon firmamizning 7,5 kilovatlik bu inverter, ichi atmotkalik bo'lmaydi, platalik bo'ladi. Inverterlik 1 kilovatgacha eko rejim, keyin plus nagruskaga sal qo'shiladi. 1 soatiga 1,5 kilovatgacha xarajati bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsak, 8,200,000 so'm bo'ladi. Chunki inverterning varianti sal qimmatroq chiqadi. 8,200 dan O'zbekiston bo'ylab dastavkasigacha qilib beramiz. Endi navbat RH brendimizda start stoplik, kalit emas, start stoplik bo'ladi. Bu inverterimiz kalitlik bo'ladi. RH brendimizda start stoplikda narxini 7,200,000 so'mdan 7 kilovatligini sizlarga qilib beramiz. Atmotkasi 100% mislik bo'ladi. Kelinglar tog'ajon. Endi navbat Kovax firmamizda 7,5 kilovatlik original mis atmotkalik, mana o'zida ko'rsatib qo'yapman, mana ko'rishingiz mumkin. Mana Kovax 100% mis uyutir yozib qo'yapti. Narxiga keladigan bo'lsak, bo'lsa xalqimiz bo'lsa 7,200,000 so'mdan qilib beramiz. Mis atmotkalik 7,5 kilovatlik. Plus Sanyo firmamizda 8,5 kilovatlik, mana 8,5 kilovatlik 100% mis atmotkalik, kilogramlari ham borku 95 kilogram og'irligi. Mazza qilasiz. Narxini eshiting. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin, narxini 7,800,000 so'mdan qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor, 8,5 kilovatlik 100% mis atmotka. Alyumin atmotkalarimiz bor. Narxlar salqin 7-8 minggacha arzon bo'ladi, lekin siz xohlaganday ishlata olmaysiz. Chunki nimaga? Aytilgan kilovatni zo'riqib qoladi. Zo'riqdimi dvijok xarajati maksimal hozir bular 1 litr xarajat qilgan bo'lsa, zo'riqqan motor 2 litrga chiqib qoladi. Siz kunlik hisob bilan yonilg'idan yutkazib qo'yishingiz mumkin. Aerobus brend hamma biladi, Honda motorlar jihozlangan. Erta kelajakda siz aver qo'yishingiz ham mumkin. Aver joylarigacha bor. Narxlar keladigan bo'lsak, Aerobus 7 kilovatlik dvijogimiz mana 9,5 model, 7,5, 8,5 kilovatgacha buni 2 xil model bor, 7,5ligi bor, 8,5 kilovatligi bor. Narxlari 7,5 kilovatligi narxi 6,5 million so'm, 8,5 kilovatligini narxini 7 million so'mdan qilib beramiz. Aerobus brendimizni. Endi navbat mana buni Kovax ko'rsatib o'tdik. Aerobusimizdan bor. Keyin Corona degan firmamizdan bor, qolib ketsa bo'lsa, 7,5 kilovatlik aver joyi bor, lekin aver yo'q o'zida, aver joyi bor. Narxi keladigan bo'lsak, 6,800,000 so'm qilib beramiz. Aver qo'ysangiz bo'ladi.
Averda narxi 1 million so'mdan. Faqat bizdan mahsulot olsangiz 1 million so'mdan beramiz. Chunki bozorda narxi 200 olib o'tibdi bu narsani. Mahsulot olsa sizga 1 million so'mdan, dollar emas, so'mda qilib beramiz. Bo'lsa xalqimiz bilsin. Bu 3,5 kilovatlik 3800 watt, 3,5 toza beradigan 100% mis atmotkali RH start stoplik. Mashinada bo'ladi, start stoplik bo'ladi. Mis atmotkalik bilan narxi keladigan bo'lsa 3,5 million so'mdan. Xuddi o'shani 8 kilovatligi bor. Narxini 7 million so'mdan qilib beramiz. Bo'lsa xalqimiz bilsin, juda arzon sifatli narsalar bizda 8,5 kilovatlik mana ko'rsatib o'tdik. Bu brendimizda mazza qilib ishlatamiz. 8,5 kilovatlik narxchi o'yla eslatib o'tdim sizlarga. O'sha narxda 100% mis atmotkalik. Yana bir narsa ikki marta tushuntirib o'tdik deyishmasimiz o'zlarimiz, chunki hamma e'tibor bilan kuzatishadi. Endi navbat Salerkada. Hozir ko'rsatadiganimiz Hero Power Yaponiya texnologiya, Japon texnologiya asosida ishlab chiqarilgan 100% mis atmotkalik 7,5 kilovatlik aver joyi bor, lekin aver yo'q. Narxi keladigan bo'lsak 11 million so'mdan Salerkalik eng zo'r modellarimizdan. Mana ichki tomonlarni ko'rsangiz ham bo'ladi, sifatlarga gap bo'lishi mumkin emas, mazza qilasiz. Bo'lsa xalqimiz bo'lsa 11 million so'mdan. Salerka 10,5 kilovatligi. Narxini eshiting. 15 million so'mdan. Averlar o'zida. Averlari bor bunda. Shunga mana ko'rsatadi. Plus ATS qo'ydim, aver o'zida bo'lishi kerak. Chunki bordi bor, yo'qdi yo'q deymiz. Plus o'zida belgi bilan ko'rsatgan bo'lsa, ichida bo'lishi kerak-da. 15 million so'mdan dastavkasi ichida, ustanovkasi отдельно lekin. Chunki elektrik uzoq joyga baribir o'zgacha xarajati bo'ladi. 15 milliondan dastavkasini qilib beramiz. Plus Vaxel firmamizda 7,5 kilovatlik avtozapis yonida bor. Mana averga o'xshagan narsasi. Buni aver qilib ishlatsa bo'ladi. Buni narxini esa 12 million 500 ming so'm. 7,5 kilovatlik avtozapiska o'zida bor. Aver joylari bunda bo'lmaydi, mana yon tomonda bo'ladi. Endi navbat mana Vaxel brendini 380 12,5 kilovat tok chiqaradigan 12,5 kilovat 3 faza, keng yarmi 6,5 kilovat 200 tok olsangiz bo'ladi. Aver o'zida bo'ladi. Ichini ko'rishingiz mumkin, juda katta. Kema odam kirib yashasa bo'ladi. Atmosferlar ham juda katta bo'ladi. Bir porshelik sovutish tizimi ham juda katta. Narxini eshiting. 12,5 kilovatlik 185 kilogram og'irligi bo'ladi. Narxini eshiting. 21 million 500 ming so'mdan qilib beramiz. Bo'lsa xalqimiz bilsin. 21 million 500 ming so'm. Bundan 30-40 dona qolgan, uspet qilib olib qoling inshaalloh. 3 faza. 12,5, 6,5, 220. Ikkalasi bir vaqtga olib bo'lmaydi. Bo'lib olsangiz bo'ladi. 12,5 kilovatlik. Xuddi shuni toza 220 ga ishlaydigan degan mijozlarimiz uchun 220 liklar ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham aver o'zida bo'ladi. Mana ichki tomondan chiroq video qilaylik. Narxi keladigan bo'lsak, xuddi shu. 21 million 500 ming so'mdan bizning villalarimizdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. 12,5 kilovatlik 220 ligi Yaponiya texnologiya Hero Power. Mahsulotlar kerak bo'lsa, shunga o'xshash masalan 30, 50, 100, 150 kilovat, 500 kilovatgacha bo'lgan generatorlar Kvant firmaga qarashli do'konimizdan Toshkentda Sobir Rahimovda, Surxondaryo Denodagi do'konlarimizda xarid qilsangiz bo'ladi.